Assalomu alaykum, hurmatli dehqon aka-ukalarimiz. Ko'rib turganingizdek, bu issiqxonamizga pomidor ko'chatlari ekilgan 1 gektar maydonga. Bu ko'chatimiz bundan 10 kun oldin kelganimizda ahvoli og'ir edi, juda ham. Sababi mana bunaqa salafan tortilgandi hamma joyiga. Bu salafanni qishki kunida maslahat bermaymiz. Ya'ni qishki kunda maslahat beramiz, yozgi kuniga maslahat bermaymiz. Endi hozirgi bu dehqonimiz ekkanlariga yozgi kuniga qarab ketyapmiz. Yozgi kunida oftob issiqligi ko'p miqdorga tomir havo olmaydi, rivojlanmaydi. O'sha hisobga salafanlar taklif bermaymiz. Iloji boricha yozgi kuniga ekilmoqchi bo'lgan pomidor ko'chatlarmi, bodring ko'chatmi, qanaqa dehqonchilik bo'lgan taqdirda ham salafan maslahat bermaymiz. Keyin bizlar nima qildik? Salafanni oldik. Salafan olgandan keyin birinchi bergan oziqamiz tomirdan Algora bilan xasmik berdik. Bargidan high effect bilan Fugart bilan davoladik. O'shani hisobiga ko'rib turganingizdek, yarislarimiz ajoyib shaklda yaris ochib boryapti gulxonalarimiz. Keyingi etapimiz hozirgi holatda bunga biza Aramex bilan Humisol degan dorimiz bor. O'sha bilan foydalanamiz. Keyingi etapini ham qo'yib boramiz, Xudo xohlasa. Rahmat, salomat bo'ling.